Assalomu alaykum Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga navbatdagi shkaflarimizni obzorini qilishni boshladik. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq har xil assortimentdagi shkaflarni obzorini qilishni boshladik do'stlar. Xo'p, bu ishlarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 1.20 ga, balandligi 2 metr, bu yo'llari esa iladigan bo'ladi. Ichida manaqa shpirgilari bilan. Bu yerga esa polkasini joylaganmiz do'stlar. Polkalar ham xudo xolasa yopilib ochiladigan qulf kalitli. Undan tashqari xohlang mokrisidan, xohlang oqidan rangi o'zgarsa, do'stlar e'tibor berib turasizlar, rangi o'zgarsa puliga ta'sir qilmaydi. Xohlagan rangini uyingizga moslab qilib bera oladi do'stlar. Undan tashqari menga razmeri sal kattaroq, bo'yi ham balandroq bo'lsin, yuz sochlarim ko'p, yosh bolalarim juda ham serob degan do'stlarga ichlari ham bunaqa keng bo'ladi do'stlar. Osham-boshlari esa vakuum, ponni PVH kronka bo'ladi. Chekalari esa yaxshi plastmassa germanskiy apparat yapishgan deyapti do'stlar. Osham-boshlari ham yaxshisidan. Rossiyskiy laminat qirilsa, shilsa hech narsa bo'lmaydi, shilinmaydi ham, qirilmaydi ham do'stlar. Bu yerda esa aynaklari bo'ladi. Agar menga aynak kerak emas desangiz, aynagini pulini chiqarib yana tushib beraman deyapti. Bunimizning narxi 1.800.000 so'm do'stlar. Undan tashqari men eshiklikdan zerikdi. Menga kupeylik joyim tor deganlarga xohlasangiz bunaqa rollar ham yaxshisidan tovush chiqmaydigandan bo'ladi do'stlar. Chekalari ham machalka, tepa sondiqlari ham chuqur keng yaxshisidan bo'ladi do'stlar. Undan tashqari bunimiz razmeriga kelsak 1.70 ga, balandligi 2.20. Shu turish narxi 2.300.000 so'm. Xohlang bunaqa och, xohlang maloshnisdan. Yana aytib o'tgandek, rangi o'zgarsa puliga ta'sir qilmaydi. Bunimiz esa 3 qanotli, bunimiz esa 2 qanotli kattaroq qilib qo'ygan, lekin ikkovini ham razmeri bir xil xudo xolasa do'stlar. Undan tashqari bularimiz ham 1.20. Xohlasiz bunaqa rombiligidan bo'ladi do'stlar. Bunimizda 100.000 so'm rombisini razmeri qo'shilib qoladi do'stlar. Unisini yana telefon qilib kelishiladigan joyi bor do'stlar. Xo'p, menga yana kattaroq deganlarga bunimiz esa 2 metr, bo'y balandligi ham 2.20, xohlasangiz 2.70. Yo'q, menga shu svet yoqda o'rtasidan bo'lib ber desangiz, o'rtasidan bo'lib ikkita tomonga qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Bo'linadi. Undan tashqari do'stlar, meni joyim mehrob, nostandart, bozordagi ish tushmayapti, qiylayapman deyotgan obunachilarim, qaranglar. Jubo telefon qilsanglar, borib joylarga o'lchab, razmeriylariga toshni qilib, yasab, o'rnatib ham bera olaman deyapti do'stlar. 1 metrini 1.5 million so'mdan tortib 2.5 million so'mgacha bor deyapti. Yana kelishtiradigan joyi bor. Tanlagan materialingizga, ichini chuqur kengligi, qo'yiladigan mexanizmga qarab summasini kelishtirib beraman deyapti. Rangini farqi yo'q. Xohlagan rangingizni xohlang showroomga kelib tanlab bering, xohlang bozorga kelib tanlab bering. Xohlasangiz bunaqa ajoyib high-tech usulda yasalganlari ham bor do'stlar. Bunimiz ham mana shu narxi 1.5 million so'mdan boshlanib 2.5 million so'mgacha bor do'stlar. Taylar esa ponni tortma bo'ladi. Xohlang bu eshikli varianti, xohlang bu kupeli g'ildirayli variant. Ichlari ham chuqur, keng, haqiqiy zakazga yasalgan ishlarimiz. Polkalari, ichlaridagi g'aradonlari nima deyapti do'stlar? Xudo xohlasa Andijon 1-qo'l ustakamiz yoniga kelganmiz. 1-qo'l ustakamizdan bo'lyapti. Xudo xohlasa inshaalloh yana kelishtiradigan joylar bor. Aytilayotgan narxlarda, xohlagan dizayningizda, xohlagan modelingizda bor. Shkaflarda xohlagan turingizda, xohlasangiz bunaqa ixcham tayyalar deydigan bo'lsangiz, bularimiz ham 1.20 ga, balandligi 2.20. Bunimiz narxi 1.800.000 so'm do'stlar. Xohlang mokrisdan, xohlang maloshnisdan, xohlang karishnivisdan do'stlar. Xudo xohlasa optim soni cheklanmagan, xohlagan rangingizda, xohlagan dizayningizda bor do'stlar. Xudo xolasa videoda orgacha ko'rib tursanglar, yana assortimentlar bor. Assortimentlar xudo xolasa yana bir chekkadan sizlarga ko'rsatib boramiz do'stlar. 2.30, 2.20 xohlagan rangingizda xudo xolasa bor. Agar razmeri nostandart bo'lsa, joyiga o'lchab, qilib, yasab ham bera olamiz deyapti do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz do'stlar. Kimga shunaqa mebel istab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.